jarayonlarimiz boshlanib, avtobusda yo'lovchilarimiz chiqish arafasida, ya'ni registratsiya jarayonlari boshlangan. Keling, buni yaqinroqdan kuzatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, har bitta yo'lovchining registratsiya jarayonlari bo'lib o'tyapti. Ungacha avtobusning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Yaqinroqdan kuzatishimiz mumkin. Registratsiya jarayonlarini har bitta yo'lovchidan alohida bitta o'tkaziladi. Skaner qilish jarayonlari a'lo darajada ko'rishingiz mumkin. İki kişinin belti, bir kişi değil, alayım beltini. Qadrli yurtdoshlar, agarda kimgadir ishonchli biletlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelasiz. 2-qavatda ofisimiz joylashgan. Bemalol biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Mana hali ham davom etmoqda. Yo'lovchilarimiz o'z joyiga joylashib olishmoqda. Bizni kuzatishda davom eting.